Global oziq-ovqat narxlari yana o'sishni boshladi. Tabiiy ofatlar global qishloq xo'jaligiga trillionlab dollar zarar yetkazmoqda. AQShda fermerlar ish tashlashga majbur bo'lmoqda. Nega? Qishloq xo'jaligi tizimiga oid haftaning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan Agronista Story yana e'tiboringizda. Mazkur hafta joriy mavsumga doir amalga oshirilayotgan agrotexnik ishlar samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan rasmiy tashriflar, uchrashuvlar hamda tizim rivojiga yo'nalgan hamkorlik kelishuvlariga boy bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringiz bilan ulashing. Biz boshladik. So'nggi haftalarda xalqaro oziq-ovqat bozorida muhim tendensiya kuzatilmoqda. Dunyo bo'yicha oziq-ovqat narxlari yana o'sishni boshladi. Buni BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti, ya'ni FAO e'lon qilgan Food Price Index ko'rsatkichlari ham tasdiqlamoqda. 2026-yil fevral oyida indeks 125 punktdan oshib, ketma-ket 5 oy davom etgan pasayishdan keyin ilk bor ko'tarildi. Bu holat global oziq-ovqat bozorida yangi o'zgarishlar boshlanayotganidan darak beradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, narxlarning oshishiga bir nechta asosiy omillar ta'sir qilmoqda. Avvalo, don mahsulotlari narxining ko'tarilishi kuzatilmoqda. Yevropa va Shimoliy Amerikadagi noqulay ob-havo sharoiti hamda ayrim eksport yo'nalishlaridagi logistika muammolari bug'doy bozorida bosimni kuchaytirdi. Bundan tashqari o'simlik yog'lari bozorida ham sezilarli o'sish qayd etildi. Palma va soya yog'iga global talab ortishi, shuningdek, bioyoqilg'i ishlab chiqarishning kengayishi ushbu mahsulotlar narxining ko'tarilishiga sabab bo'lmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar oyida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 9,4 trillion so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Hududlar kesimida oziq-ovqat narxlari ishlab chiqarish hajmi bo'yicha Toshkent shahri 1,6 trillion so'mlik ko'rsatkich bilan peshqadamlik qilmoqda. So'nggi haftalarda mineral o'g'itlar narxining keskin oshishi AQSh qishloq xo'jaligi sektorida jiddiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, azotli o'g'itlar, karbamid va ammoniy nitrat narxining qisqa muddat ichida sezilarli ko'tarilishi fermerlarning ishlab chiqarish xarajatlarini keskin oshirdi. Ayrim hududlarda azotli o'g'itlar narxi 1 tonnasi uchun $600 gacha yetgani qayd etilmoqda. Mutaxassislar bu jarayonni avvalo global energetika bozoridagi beqarorlik bilan izohlamoqda. Azotli o'g'itlar ishlab chiqarishda tabiiy gaz asosiy xom ashyo hisoblanadi. Energiya resurslari narxining oshishi esa o'g'it ishlab chiqarish narxini ham ko'taradi. Shuningdek, xalqaro transport yo'nalishlari geosiyosiy keskinliklar va logistika zanjirlaridagi uzilishlar ham o'g'it ta'minotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yuzaga kelgan vaziyat fermerlarni yangi choralar ko'rishga majbur qilmoqda. Ayrimlari esa mavsumni erta yakunlashga majbur bo'lmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar oyida O'zbekiston xorijga qiymati 99,4 million AQSh dollariga teng bo'lgan 106,8 ming tonna meva-sabzavotlar eksport qilgan. Eksport qiymati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21,6% ga oshib, jami eksportdagi ulushi 5,9% ni tashkil etdi. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Toshkent viloyatiga tashrif buyurib, hududlarda amalga oshirilayotgan agrar islohotlar bilan tanishdi. Dastlab paxtachilik va g'allachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari tasarrufidagi dala yerlari ko'zdan kechirildi. Yaravizatsiya, tomchilatib sug'orish amaliyotlari va ekinlarning vegetativ holati atroflicha tahlil qilindi. Qolaversa, zamonaviy texnologiyalarni yanada keng joriy etish, yerdan, dala chetlaridan unumli foydalanish, fermer va ishchilarning kundalik ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan qishloq xo'jaligi ekinlarini ham yetishtirishni yo'lga qo'yish bo'yicha muhim tavsiyalar berildi. Vazir shuningdek zamonaviy yondashuvlar asosida yuqori qo'shilgan qiymatga ega qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning bugungi holati bilan ham tanishdi. Xususan, iceberg salati, sifatli va serhosil kartoshka navlari ekilgan maydon holati batafsil o'rganildi. E'tiborlisi, ekin maydonlarida to'liq tomchilatib sug'orish texnologiyalari joriy etilgan. Bu usul suv resurslaridan samarali foydalanish, isrofgarchiliklarni kamaytirish hamda hosildorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga
o'g'itlash tizimida ham zamonaviy yondashuvlar qo'llanilib, asosan organik o'g'itlardan foydalanilmoqda. Vazir Ibrohim Abdurahmonov ushbu tashrifi doirasida Bo'ka tumanida joylashgan Agroxizmatlar markazi tomonidan taqdim etilayotgan xizmat turlari bilan ham yaqindan tanishdi. O'rganish chog'ida markazda fermer va dehqon xo'jaliklariga ko'rsatilayotgan xizmatlar, zamonaviy agrotexnologiyalarni amaliyotga joriy etish jarayonlari hamda soha uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimi taqdim etildi. Shuningdek, markaz faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida organik dehqonchilik elementlarini joriy etish borasidagi ishlar ham namoyish etildi. Jumladan, jivamrit va bokashi kabi tabiiy o'g'itlar tayyorlash texnologiyalari, shuningdek, pista ko'mir ishlab chiqarish usullari amaliy tarzda ko'rsatib berildi. Vazir markaz faoliyatini ko'zdan kechirar ekan, hududlarda bunday agroxizmatlar markazlarini kengaytirish, ayniqsa fermer va dehqonlar uchun o'quv seminarlarini tizimli yo'lga qo'yish zarurligini ta'kidladi. O'rganishlar davomida suv ustida sholi va suv ostida baliq yetishtirish tajribasi ham ko'rib chiqildi. Ibrohim Abdurahmonov barcha jarayonlarni, ishlab chiqarish amaliyotlarini munosib baholab, mas'ullarga samaradorlikni oshirishga doir tegishli vazifalar yukladi. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan ekstremal ob-havo hodisalari qishloq xo'jaligi uchun eng katta xavflardan biriga aylanmoqda. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti, ya'ni FAO ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 yilliklarda tabiiy ofatlar global agrar sektorga qariyb 3,26 trillion dollar miqdorida zarar yetkazgan. Tahlillarga ko'ra, qishloq xo'jaligiga eng katta iqtisodiy zarar qurg'oqchilik, toshqinlar, bo'ronlar va issiqlik to'lqinlari sabab yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, qurg'oqchilik ko'plab hududlarda hosildorlikni keskin pasaytirib, chorvachilik va oziq-ovqat ishlab chiqarilishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Toshqin va kuchli bo'ronlar esa ekin maydonlari, fermer xo'jaliklari infratuzilmasi hamda oziq-ovqat ta'minot zanjirlariga zarar yetkazmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bunday tabiiy ofatlar nafaqat iqtisodiy yo'qotishlarni keltirib chiqarmoqda, balki global oziq-ovqat xavfsizligiga ham jiddiy tahdid solmoqda. Hosildorlikning kamayishi oziq-ovqat ta'minotining qisqarishiga, natijada esa narxlarning oshishiga olib kelishi mumkin. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini raqamlashtirish va fermerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yana bir muhim qadam tashlandi. Endi paxta yetishtiruvchi tadbirkorlar o'z ekinlarini onlayn tarzda sug'urta qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-noyabrdagi 223-son farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 6-dekabrdagi 772-son qaroriga muvofiq Agroportal tarkibida qishloq xo'jaligi sug'urtasi axborot tizimi ishga tushirildi. Ushbu tizim orqali qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar o'z xo'jaliklarini turli xatarlardan moliyaviy jihatdan himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tizimning birinchi bosqichi paxta yetishtiruvchi subyektlar uchun muhim xizmat. Paxta ekinlaridan kam hosil olish natijasida yuzaga keladigan moliyaviy zararlarni sug'urta qilish imkoniyati joriy etildi. Paxta yetishtiruvchilar Agroportaldagi shaxsiy kabineti orqali tizimga kirib, sug'urta shartnomasini tuzish uchun onlayn ariza yuborishlari mumkin. Bu jarayon fermerlarga ortiqcha hujjatbozlik va vaqt sarflamasdan xizmatdan foydalanish imkonini beradi. Toshkent davlat agrar universitetida yangilanish va yasharish ayyomi Navro'z bayrami keng va ko'tarinki ruhda nishonlandi. Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lash shiori ostida tashkil etilgan ma'naviy ma'rifiy tadbir chinakam milliy qadriyatlar va san'at bayramiga aylandi. Unda Qishloq xo'jaligi vazirligi mas'ullari, universitet jamoasi, professor o'qituvchilar hamda talabalar ishtirok etdi. Tadbir davomida Navro'zning inson va tabiat uyg'unligini ifoda etuvchi mehr oqib va yangilanish g'oyalarini targ'ib etuvchi qadimiy bayram ekani alohida ta'kidlandi. Bayram dasturi davomida milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar va sahna ko'rinishlari namoyish etilib, xalqimizning boy madaniy merosi va urf-odatlari keng targ'ib qilindi. Iqtidorli yoshlarning chiqishlari tadbirga o'zgacha ruh bag'ishladi. Bizda hozircha shular. Tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, yangilik va ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Eng asosiysi, bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.